To'g'rimi? Hammaga assalomu alaykum azizlar. Hozir sizlar bilan Asaxiy Books'dan kelgan kitoblarni raspakovka qilamiz. Hozir olib kelay kitoblarni birinchi. Tadam. Xolos Asaxiy Books'da 21-mart Navro'z bayrami va Hayit bayrami munosabati bilan 2+1 aksiyasi bo'ldi. Bu aksiyaga ko'ra siz xohlagan o'sha kitobingizni tanlaysiz va ularning ichidan eng arzon bittasi sizga bepulga sovg'a bo'ladi. Ya'ni ikkita kitobga to'laysiz va uchinchi arzonni bepulga olasiz. Va men ham bu aksiyadan foydalandim. Men 6 ta kitob zakaz qildim bu yerda. Ulardan 4 tasiga pul to'ladim va ikkitasi menga bepulga keldi. Endi esa ularni raspakovka qilamiz. Hozirda o'qilmagan kitoblarim borligi uchun bularni zakaz qilib qo'yib, shu korobkada qoldirmoqchi edim. Bir nechasi o'qib bo'lgandan keyin bularni ochmoqchi edim. Chunki bo'lmasa bularni o'qib qo'yishim mumkin, qolganlari yana qolib ketishi mumkin. Lekin endi qanday kitob tursa, oldingizda uni ochib varaqlab ko'rmasligi mumkin. Qanday qilib? Так что ta-da-da-dam. Ogo. Birinchi bo'lib shunaqa bookmark sovg'a qilishibdi. Rahmat. Xo'p, birinchi kitobimiz bu Inson nashriyotidan Hal qiluvchi davr kitobi. Buni ko'p ko'rganim uchun internetda qiziqqandim. Kачествоsi zo'r. 20-30 yosh oralig'i nima uchun muhim va qanday qilib undan samarali foydalanish mumkin? Meg Jay tomonidan yozilgan zo'r kitob. Ikkinchi kitobimiz esa men buni anchadan beri olishni niyat qilib yurgan Behalovat avlod. Realdan virtualga ko'chgan bolalik va ruhiy xastaliklar epidemiyasi. Lekin kitobning kачествоsi zo'r. Albatta o'qib ko'raman buni ham. O'qib ko'raman, emas o'qimasam nimaga zakaz qildim? O'qiyman, конечно. Xo'p, demak, 3-kitob bu Asahiydan yangi premyera bo'lgan Hayot qadri. Haqiqiy sevgi faqat bir marta keladi. Ko'ramiz o'qib. Kitob kачествоsi juda zo'r bo'lgan. Bir kun uzog'i 2 kun. Chunki 212 bet ekan va yozuvlari ham katta. Hadi esa super. Demak, bizda 4-kitob bu juda maqtovlarga sazovor bo'lgan ekan. Shu book blogerlar tomonidan va qiziqdim. Va shuning uchun sotib oldim. Bu Yaralangan qush hamon uchmoqda degan huzur kitoblaridan shunaqa ajoyib kitob. Va buni obloshkasi zo'r ekan, bunaqa. Takoy ochiladi va bu yeri ham mana shunaqa ochiladi ekan. Bu kitob eng qorong'u tunlarda ham so'nmaydigan umid haqida. Uni yopib qo'ysangiz ham yuragingiz ochiq qoladi. Demak, bizda 5-kitob bu kitob ham Inson nashriyoti tomonidan Farzanding 2-umring degan kitob. Kitob kачествоsi haqida gapirmasam bo'ladi. Olgan kitoblarim hammasi zo'r kачествоda. Bizda 6 va men eng ko'p kutgan kitob bu Asaxiy Books tomonidan ishlab chiqarilgan Fransiya siyrati. Bu yerda Fransiya haqida faqat yaxshi xabarlar emas, yaxshi ma'lumotlar emas, ancha ko'p siz bilishingiz kerak bo'lgan boshqa ko'p va kerakli ma'lumotlar ham berilgan deb aytishgan edi kitobda. Tilim bilmayman nima bo'lib ketyapti. Просто hozir kitob ochib ko'rsataman sizlarga. Просто mazza qilasizlar. ASMR. Bu kitob вообще super ishlangan. Hozir rasmlari ham bor edi. Hozir rasmlari ham bor. Xolos o'qiganda odam mazza qiladi, zerikib qolmaydi. Shu bilan raspakovka tugadi. Menda kitob javonimga yangi 6 ta kitob va men juda ham xursandman. Asli esa kanalimga podpiska bo'lishni unutmanglar. Kitoblar haqida bundan qiziqarli videolar hali oldinda.
Mana yangi kitoblarni ham kitob javonga joylashtirib oldim. Ana endi ularni o'qib, sizlarga kitoblar haqidagi fikrlarimni yana ulashib o'taman. Va sizlarga esa xayr!